Agar to'satdan shirinligingiz kelib qolib nima pishirishni bilmayotgan bo'lsangiz, bu oson trifle retsepti aynan siz uchun. Idishga 2 ta tuxum shakar solib, oppoq ko'pik bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. O'simlik yog'i va sut solib yana bir marta ko'pirtirib olamiz. Erikdan chiqarilgan unni oz-ozdan solib, razifliter qo'shib, lopatada aralashtirib olamiz. Kakao qo'shib, bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Massamizni pergament qog'oz solingan gaz distiga quyib, hamma joyini tekislab, 180 gradusda 30 daqiqa pishirib olamiz. Biskvit pishguncha morojniy krem tayyorladim. Toza quruq idishga qaymoq va varenniy moloko solib, yaxshilab miksada ko'pirtirib oldim. Biskvitimiz pishgandan keyin shunaqa bo'laklarga bo'lib, qo'limizda maydalab olamiz. Maydalab olganimizdan keyin chiroyli idishlarga terishni boshlaymiz. Biskvitni hamma idishlarga joylab, tekislab chiqamiz. Ustini kofe bilan propitka qilib olamiz. Agar sizlarning uyingizda bunaqa chiroyli idishlar bo'lmasa, trifle uchun mo'ljallangan одноразовый idishlardan foydalansanglar bo'ladi. Propitka qilganimizdan keyin ustiga kremdan surib, uni ham tekislab chiqamiz. O'zingizlar xohlagan mevadan sosanglar bo'ladi. Men banandan foydalanaman. Bananlarimizni qo'yib bo'lganimizdan keyin ustidan biskvit solib, yana kremni solib, tekislab chiqamiz. Keyin oxirida ustiga eritilgan shokoladni solib tekislab, kivi bilan bezatib chiqdim. Tayyor bo'lgan triflechalarimizni muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. 3-4 soatdan keyin bemalol dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Buni qaranglar, qanaqa chiroyliligini. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Shunchaki turish uchun emas, albatta tayyorlab ko'rish uchun saqlab oling.